Mehmondorchilik yoki yig'inlarda tayyorlasanglar sizlarni uyaltirib qo'ymaydigan va yegan odam qayta retseptini so'raydigan shirinlikni hozir sizlarga o'rgatib qo'yaman. Bu usulda tayyorlab yeb ko'rganinglardan keyin boshqa retseptlarni aniq unutib yuborasizlar. Ishoninglar, tayyorladim, bir o'tirishda bir listini yeb yubordik. Shunaqangi zo'r chiqqan, endi sizlarga tasvirlab aytib bera olmayman. Xullas, ishimizni tuxum bilan shakarlarni birga aralashtiramiz. Alohida idishda qatiq ustidan soda solib, reaksiyaga kirishgandan keyin tuxumli massamizga qo'shamiz. O'simlik yog'i, razlixitel, kakao va unni elakdan o'tkazib, xil massa bo'lguncha aralashtirib olamiz va ikkiga bo'lib 20 minutdan pishirib olamiz. Kremi uchun haqiqiy pazandalar tanlovi bo'lgan Pure Milk qaymoqlaridan foydalandim. Bu bilan yanada mazali chiqadi. Ketidan varyonli moloko qo'shib, qattiqqina krem bo'lguncha mikserlab oldim. Pishib sovigan biskvitlarimizni chetidan kesib, ezagi uchun olib qo'yamiz va tortimizni birin-ketin yig'ishni boshlaymiz. Endi u yog'ini fantaziyaliga qo'yib beraverasiz. To'liq grammlarini videoni tagida yozib qoldiraman. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Bittada o'xshab zo'r bo'lib chiqadi. Bunaqa videolar meni profilimda ko'p. Ishonchli retseptlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun meni profilimga obuna bo'lib olinglar. Videoni kimga tashlab qo'yishni bilasizlar-ku.